Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 2025-yil 11-dekabr chorshanba kuni. Bugungi efirimiz xudo xolasa chorva ishqibozlari uchun gidroponikada bug'doyni ko'kartirib arzon yem xomashyo yetishtirish to'g'risida. Nasib bo'lsa, xudo xolasa ana shu gidroponikani mana ko'rib turganlaringizdek juda ajoyib ko'karganda. Mana bu 7-kuni gidroponika bug'doyimizni shu yerga paddonga qo'yganimizga 7-kun. Erta xudo xolasa olamiz buni. Olib chorva mollarga beramiz xudo xolasa. Inninga bu har bitta paddonimizda 5 kilodan bug'doy ezilgan. Endi shular to'g'risida to'liq videolar qilib boraman. Xudo xolasa ko'rib, tomosha qilib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiringlar kommentariyada. Kanalimga podpisatsiya bo'linglar. Chorva mollarim mana bu qurilishlari, molxonaning qurishlari haqida videolar qilaman xudo xolasa.